Dada? Dada? Oğlum, uyinga kirganda oyinga yetkin yarim taraqqa pul bersin. Aroni nima qilasiz hozir? Voy. Radikulut. Radikulut. Kampus qilamiz, kampus. Masaj. Hop. Masaj. Qani voy. Xo'sh, Sen o'zing nima deysan, ha? endi kelini gapiga qaraganda ancha risolali ayolga o'xshab qoldi. Mayli boringlar, men roziman. Demak, Olqaroni qaynasi. To'ntachang to'g'rimi? Amin. Shoshmang Karam akajon. Mayli, men roziman. O'zini go'llikka solishini qaranglar, ha? Mana peshonangga yozib qo'yibdi-ku. Eshitding? Kelinim aytdi. Moskva, Leningrad, Qrim, Qora dengiz qilib aylanib kelarmizsan? Yo'q, hey. dek tuyulardi. Ha, bu biz bilgan va ardoqlagan O'zbekiston xalq artisti Turg'unxon To'rayevning ajoyib va hech takrorlanmas bolalik kechinmalari, bolalik xotiralaridan olingan lavhalar edi. U bu xotiralarni oila a'zolarining iliq tabassumi va ajib sog'inch hissini uyg'otuvchi hayotida sodir bo'lgan eng orzumand ertakdek bir umr ko'z o'ngidan ketkazmagan. Kim bilan suhbatlashsa va hayot haqida mulohaza yuritsa, u o'sha yorqin oila xotiralari lavhalaridan albatta so'z ochardi. Oradan yillar o'tdi. 1950-yil 15 yoshga kirganida bir kun Toshkentdan O'zbek davlat akademik drama teatri jamoasi spektakl qo'yish uchun Asakaga keldilar. O'shanda san'atimizning zabardast aktyorlarining chiqishlari, xalqni ularni katta olqishlar bilan kutib olishlari yosh Turg'un qalbida ham ilk bor aktyor bo'lishdek orzuni paydo etdi. Va u o'sha bu orzusini amalga oshirish haqida o'ylay boshladi. Uning bu orzusi va istagi 1953-yilda uni San'at instituti ostonasiga yetaklab keldi. 1954-yil institut yo'llanmasi bilan O'zbek davlat akademik drama teatriga yo'llanma bilan ishga jo'natdilar.
O'shandan teatr jamoasi uni o'z bag'riga olganligini zikr etish mumkin. San'atkorning hayoti sahnada o'tadi. Turg'unxon To'rayev mana shu 53-yildan to 57-yilga qadar 4 yil mobaynida birga o'qigan bo'lsak, biz juda do'st edik. Yaqin do'st. Biz 4 ta og'ayni edik. Men Turg'unxon To'rayev, mening hozirgi kunda to o'sha paytdan hozirgi kungacha turmush o'rtog'im Mirg'iyos Soatov va Fattoh Abdurahimov degan. Biz to'rtalamiz doim birga bo'lganmiz, doim. Mana shunaqa qilib deng, biz 50 yil davomida do'st bo'lib yashadik. Yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham. Biz o'qigan davrda hozirgi talabalarni kuni juda bir narsaga tenglashtira olmayman. Nihoyatda go'zal, nihoyatda yengil. U paytda unaqa emas edi-da. Biz mana men turmush qilganimdan keyin ham Turg'unboyni to uylantirguncha bir xonada yashadik. Do'stligimiz shu qadar mustahkam ediki, hech ola qarashlar, unaqa voy bular yosh kelin kuyovlar-ku, men bu yerda nima qilaman degan gaplar bizning xayolimizga ham kelmaganda o'sha paytlarda. Ikkita chamadonni mundoq qo'yib, ustiga gazeta yozib, u bizga stol edi. Karavotda o'tirib, bitta chaqmoq qand, bir kichkina choy qoshig'ida sug'ushoni moloko. Bitta stakanga solib, bu bizani bir kun ertalabki, ozgina sariyog', ertalabki nonushtamiz edi. Keyin yana aytardikki, men aytardim, og'aynilar, mana bu mel bilan chizib qo'ygan joyim, bu gilam. Oyoqlaringizni yechib kiringlar. Chunki bu gilamga men kechqurun sizlarga joy solib beraman, derdim. Pollarni yuvib qo'ygan. Kvartirada turganmizda endi. Shunga ham quloq solishardi. Xo'p deyishardi. Ha, shu ikkita yigitga pastga o'rin solib berardim, o'zim shunday bitta kichkina karavotda o'zim yotardim. Bu shunchalik soddalikmikin, oqibatimiz bir-birimizga juda kuchligidanmikin. Shuna qilib biz men nolimayman u kundan. Nemis dramaturgi Friedrich Schillerning Vakir va muhabbat pyesasidagi Miller obrazi yosh Turg'unxon To'rayevning sahnadagi ilk qadami edi. Shuning uchun u repetitsiyalarda keksa aktyorlar oldida o'zini biroz yo'qotib qo'yar. Xullas, kirishib ketish ham u qadar oson bo'lmagan. Ammo sekin astalik bilan bu ishga kirishib ketgach esa uning hayotida e'tirof etishga loyiq kechinmalar, voqealar sodir bo'lib o'tganligi hamon kishilar hamda qadrdonlari yodidadir. Hozirgi milliy teatrimizga 1957-yilda Makr va muhabbat Schillerning asari diplom spektakli bilan keldik. O'shanda Turg'unxon To'rayev Millerni o'ynagan. Ya'ni Luizaning otasini. Men Luizani o'ynaganman. Inson shundoq bo'lar ekan, ayniqsa artistlar san'at oliygohida o'qiganda hamma qahramon, hamma geroinya, hamma qanaqadir bir yaxshi katta rolni egasi bo'ladi. Lekin sahnaga chiqqandan keyin hammaning o'rni o'ziga shundoq chiroyli qilib o'tkazib qo'yadi, o'zi bilmagan holda. Turg'unxon To'rayev hech qachon qahramonni o'ynayman deb harakat qilmagan. U inson shu o'ziga bergan rollarni kattami, kichikmi, yaxshimi, yomonmi, insoniy taraflarini o'ynab berishga harakat qilardi. Biz aktyor haqida so'raganimizda uning hamkasblari negadir Turg'unxon To'rayev emas, balki Boyotami deb e'tirof etishdi. Xo'sh, bu nom aktyorning yaratgan obrazi nomimi yoki uning boshqa yana bir biz bilmagan sabablari bormi?
Bu savol aktyor Turg'unxon To'rayevga muxlislari tomonidan eng ko'p beriladigan savollardan biri edi. Biz ham bu savolga javob axtarganimizda o'ziga xos ma'lumotlarga duch keldik. Turg'un aka to'g'risida kulmasdan gapirish mumkin emas. Endi boy ota deymiz, hamma nimaga boy ota, boy rolni o'ynagan bilan deb gapirishadi ko'pincha. Bizda ikkita Turg'un bo'lgan. Turg'un Azizov, Turg'unboy Xonto'rayev. O'shaning uchun ikkita Turg'un aka bo'lgani uchun bittasini boy deb atalishga to'g'ri kelgan. Turg'un aka endi Andijonning Asaka joyidan, Cho'ntak qishlog'idan. Shu boy ota bo'lib ketgan. Endi bir intervyular berardilar, gazetlarda boy deyishadi. Nafaqat boyman, men millionerman degan gapni ko'p gapirardilar. Chunki meni million tomoshabinlarim bor, million meni muxlislarim bor degan gaplarni ko'p gapirardilar. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Turg'unxon To'rayev oilada o'g'il bola bo'lsa-da bosh kiyim bichish tikishi bilan shug'ullanib, voyaga yetgandi. Uning mana shu oilada o'rganganlari, onasi va opalaridan o'rganganlari aktyorlik kasbini tanlaganida unga bir umr as qotgan. Turg'un aka Xonto'rayevdagi hech kim milliy klassikadagi qahramonlarni, ayniqsa usti kiyim boshlari, salla o'rashini, kinolarda ham juda ko'p filmlarga bularni maslahatchi qilib nimaga shtatga olishgan. Masalan, Mirzo Ulug'bek filmiga. Film uchun muhit yaratish ijodkorlar uchun g'oyatda muhim masala. Ayniqsa tarixiy filmlarni tasvirga olish ijodkordan naqadar katta mas'uliyatni talab etadi. Undagi liboslar o'z ishining ustalari bilan bir qatorda, unga qiziqadiganlar uchun ham alohida ahamiyatga ega. Shu jumladan aktyor Turg'unxon To'rayev ko'pgina tarixiy filmlardagi qahramonlar tashqi ko'rinishidagi eng muhim jihat, uning liboslarini yaratishda o'z hissasini qo'shgan. Ko'pgina milliy kinofilmlar rejissyori O'zbekiston xalq artisti Yo'ldosh A'zamov ham aktyor Turg'unxon To'rayevni o'z filmlariga maslahatchi etib tanlab, ana shu kabi masalalarni birgalikda hal etardilar. Spektakl qo'yilganda dekoratsiyaga alohida hudojnik, kostyumlarga alohida bir hudojnik olinadi. Turg'un akam qaysi millatga mansub bo'lsin, rol o'ynaganda shu kiyimini o'zi qilardi. Hudojnikka aytardiki, meni kiyimim bunday bo'ladi, mana bu joyi bundoq bo'ladi derdi. Lekin shunaqangi obrazga monand qolibdek tushardiki, hamma hayratda qolardi. Teatrda 2 kishi salla o'rardi. Saduxon Tabibullayev, Turg'unxon To'rayev. Turg'unxon To'rayev o'sha xarakterdan kelib chiqib o'rardi. Biz yoshlar doim Turg'un akani oldiga kelardik. Turg'un aka sallani o'rab qo'ydi. Sallani juda chiroyli o'rardi. Xarakterga mos qilib o'rardi. Qozdomlarning sallasi boshqacha, shohni sallasi boshqacha, gadolarniki boshqacha, qalandallarniki boshqacha, shunaqa qilib o'rardi-da. Rambanov qalandar darhol xalq barobar. Ya Allah, ya Allah, Abduz ya Allah, ya Allah, ya Allah, Abduz ya Allah. 1969-yil O'zbek teatri yilnomasida alohida sahifalar bilan muhrlangan. Chunki o'sha yili Otaxon teatrimiz sahnasiga qadim Yunon tragediyalaridan biri Sofoklning Shoh Idib asari ilk bor O'zbek teatri sahnasida qo'yilgan edi. Bu spektakl har jihatdan badiiy barkamolligi bilan tomoshabinlarni hanuz maftun etib kelmoqda. Talantning takomili murakkab hodisa. San'atning tubi mehnat. Ijodiy muvaffaqiyat birdan va birdek kelavermaydi. Ba'zan xursand qiladi, ba'zan yo'q. Ba'zan bunaqasi ham bo'ladi. Axir Shukur Burhonovni ham asabi bor. Shoh Idib bo'lish o'z-o'zicha bo'larmidi? Shuning uchun ham artistni
teatrning shohi deymizda. Shoh Edipda Teresini o'ynagan ko'r odamni Shukur aka bilan sahnasi bor edi. Shukur aka bilan baravar tashlashardi. Bu endi aktyor uchun juda katta qobiliyat, mahorat talab qiladi deb o'ylayman-da. Spektaklda Edip va Teresilar uchrashuvi sahnasi ham ta'sirli holatlarda hal qilingan. Zero Shoh Edip Afina demokratiyasining vakili, Teresi esa tarki dunyo qilgan kohinlar muhabbatining vakili ekan, unda go'yoki she'rga ro'baro bo'lmoq uchun juda bo'lmasa yo'lbars bo'lish shart ekanini anglash mushkul emas. Senga shoh bo'lsang ham so'z qaytaraman. O'zimga yarasha men ham hukmron. Sening emas, men Xudoning quliman va Kriyon rahmiga muhtoj emasman. Sen meni ko'rligimni besh qilding. Ammo qayerda, kim bilan turganligingni, mash'um taqdiringni, badbaxtligingni ochiq ko'zing bilan ko'rmayotibsan. Naslu nasabingni bilasanmi sen? Bilasanmi Edip qondoshlaringni u dunyo bu dunyo senga yotligi? Bilmam keferonda topilarmikan seni faryodingdan ingramagan joy. Ko'p narsalarni bilmaysan hali. Boshingga quzg'unday yopirilgan balo. Sen otang uchun ham, onang uchun ham tomqilonat ortib yurg'aysan abad. Abad nur ko'rmagay ochiq ko'zlaring. Xotiningga o'g'il, onangga er. Otasan, akasan farzandlaringga. La'nat, la'nat, la'nat. Get, yo'qol, get, yo'qol. Teatrda aktyor O'zbekiston xalq artisti Turg'unxon To'rayev ishtirok etgan 200 dan ortiq spektakllar haqida uzoq xotirlash mumkin. Ularning har biri alohida bir tarix, alohida bir katta hikoyat. Ana shular orasida teatr sahnasida uzoq yillar yashab qolgan va tomoshabinning chinakam muhabbatidan joy olgan Oltin devor spektaklidagi Abdusalom obrazi aktyorning tomoshabinlar nigohidagi muvaffaqiyatli kunlaridan so'z aytishga undaydi. Avval qo'yilganda bu xalq artisti davlat mukofot sovrindori hurmatli shu ustozimiz Amin Turdiyev o'ynaganlar. Amin Turdiyev qazosidan keyin To'lakam Turg'un akamga bu rolni bergan. Lekin Turg'un akam ham me'yorga yetkazib o'ynadi. Har bir aktyorda shunday bir narsa bo'ladiki, bitta rolda bir inson qiyomiga yetkazib bir rolda o'ynagandan keyin ikkinchi aktyor qo'rqadi u rolda o'ynagani. Yo'q deydi, men qo'yinglar endi. Bu endi palonchi aktyor bilan dedi, xalqqa tanildi deydi. O'sha rol bo'lgan odamga o'tirdi deydi. Endi meni qo'ying.
dedi. Qo'rqadi. Turg'un akam mana shu rolni qo'rqmasdan o'ynadi. Xo'p dedi-da. O'ynadi. Shu Amin Turdiyevga yetkizib o'ynadi. Tomda tov yotadi va hayvonlar. Oyashanda qotadi va hayvonlar. Tinchgina yotgan mo'min joni va hayvonlar. Tinchgina ey qo'sh. Ha? Nazarimda tillarni men topdim shekilli. Nega endi siz vahay, mana deb o'ynayapsiz? Nima balo niyating buzilyaptimi? O, devorni buzamiz degan kim? Devor urgan kim? Xudo rahmat qilsin, meni otam. Demak, tillarni otam ko'mgan. Na endi siz o'yinga tushasiz? Devorni dodang urgan bo'lsa, loyni meni dodam qorib bergan. Loy qorigandan loyga qorishib ketadi, bildingmi? Bu yoqqa. Qaysi uni mulkiga dodang tili ko'madi? Meni bobom Xudoraxonning sarbozi bo'lganlar. Nega endi? Sarbozniki bo'lar ekan. Ichida mana bu arqon nima qilib yuribdi? Arqon. Men dadam qassobmidi? Qassobmidi? Demak, buni qassob ko'mgan. Mana arqon ichidan chiqdi. Bildingmi? Mana paxtani. Nima qilibdi paxta? Meni dodam eski jo'vada choponpurishlik qilganlar. Paxta o'shandan qo'ygan. Bu kalashga nima deysan? Mana meni oyog'imga lop baloyib. Xudo rahmat qilsin, men dadam kiyganlar bu kalashni. Kalishni meni dodam kiyganlar. Bildingmi? Bu spektaklda O'zbekiston xalq artisti G'ani A'zamov bilan Turg'un Xonto'rayevni ajoyib partnyor bo'lganligi tomoshabinga manzur bo'lib, ularni kuyov spektaklida ham ana shunday bir-biriga juda mos tushgan partnyor sifatida e'tirof etish mumkin. G'ani voy, shuni olgin juju sepib yurasan. Assalomu alaykum. Bu jirbitib qolibdi-ku. Malakas. Qalay bu? Qalay bu qishi yozim muzlarni teshib, o'rdak bo'lib sizni yutdilarmi? Endi Xudoyim har bir bandasiga bitta ermay beradi. Shu suvni ko'rsam, o'rda yo'da tursin, shu baliq bo'lib ketgan keladi, baliq. Lattay. Guzardagi Pinxosa moshin do'koniga jurnalning muqovasiga chiqqan suratingni yopishtirib qo'yibdi. Menga qara. Muzni tek ko'miladiganlar sog'lom bo'ladi deydi, shuni olib qo'ya qolgin. Yaxshiyamki mening boshida eri yo'q. Agar eri bilan yotganda eri Turstronni Vaspalini lokki bo'lib Chalagan deb bildirdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Voy G'ani voyga tabriklayman. Baquvvat bo'ling iloyim. Turg'un Xonto'rayev faqat teatr sahnasida emas, kinoda ham, radio va televideniyada ham talaygina obrazlar yaratgan. Ayniqsa televizion teatr muxlislari aktyor Turg'un Xonto'rayevni Qiyomat qarz televizion teatridagi obrazi bilan ham yaxshi biladilar. Muallif maqsadini to'la to'kis tushunib, ekranda yaxshi asar yaratgan ijodiy guruh mehnat mahsuli hamon ekranlarimizda vaqti bilan kishilarga hayot falsafasini ilgari surishda davom etmoqdalar. Menga qara. Meni ham o'zing bilan o'shalarga olib ketmaysanmi? Javomasan o chamadon-pamadoningni ko'tarib yurarmidi? Murodga nima qildi? 70 yildan beri atrofimda xirapashadek vo'ng'illagan. Endi o'sha yerda men tinch qo'ymaysam, etrak shoyab ketdi. Tomog'im qaqrab ketyapti. Qo'polliging qomadi-da. Qara, fotiha ber. Voy Qaysari. Ilohim. Borgan joying o't bo'lsin. Balo qazo yo'q bo'lsin. Sog' bor, salomat qayt. Menga qara, birga jo'naylik. Bo'ldi. Sen kirib Ma'murjonni bog'irosini qo'y. Bir ish ketay. Yaxshi. Hozir biroz yuradi. Qo'ysay qadam gulg'umchi qolmoq
bandadır. Hamat dinsiz ser bilen oy. Arar kadinga bandadır. hamisha hayotiy achchiq haqiqatga o'ta zukkolik bilan kulgu nazarida boquvchi hamda kishilarga tabassum ulashish yo'li bilan gohida shafqatsizlarcha, gohida esa yengil tanqidga oluvchi teleminiatyuralar teatri ham aktyor Turg'unxon To'rayevning uzoq yillik ijodxonasi bo'lganligi hamon yodimizda. Qanaroq joy ham bor ekan. Yep, buni qarang, yana shu cho'chaqqa solib oldingizmi? Bilmasam, hisoblaymadim. Ye? O'g'ri o'zing ham juda ham pastkash o'g'ri ekansan. O'g'ri emasman. Nima o'g'ri emasman? Nima? Uyat. Savlatingni qara. Voy. Ke, mana shu yerda voronga qilib turib tinch bo'la qoling. Aktyorlik kasbining o'z xalqiga manzur bo'lish u qadar oson emas. Lekin O'zbekiston xalq artisti Turg'unxon To'rayev deyarli sahnada ikkinchi darajali qiyofalarda namoyon bo'lgan. Xo'sh, uning mashaqqatlari, uning mahoratlari nimalarda ko'ringan? Fitrat Abulfayzxonda men Abulfayzxonda o'ynayman, u meni xizmatkorimni o'ynaydi. Turg'un aka meni xizmatkorimni o'ynaydi. Bitta sahnasi bor edi. Menimcha shu Turg'un aka siz bu sahnani chiqara olmayman deb o'ylardimda, shunday burilardimda, shunday qaraganimda bolalarim qani degan so'zim bor edi. Bolalarim qani deganda ko'zimga tikilib ko'zdan yosh chiqardi-da, shunda o'ylardimki, bir og'iz gapirmasdi. Demak, bolalarim zindonga tushgani aniq ekan deganda aka o'sha yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas, yo'q deb burilib chiqib ketadigan joyim bor edi. Hatto bu ufqdagi o'sha haligi cholda o'ynagan, uni ham me'yoriga yetkazib o'ynagan. Turg'un akamni har bitta roli jonga tegmasdi tomoshabinni. Tomoshabin o'tirgan joyda yana shu aktyor chiqsa, yana bir ko'rsam, yana bir gapirsa deb turardi-da. Hattoki so'zsiz sahnalarni ham Turg'un aka me'yoriga yetkazib o'ynagan. O'zi bilasiz, so'zsiz sahna aktyorda juda qiyin sahnada o'ynash. Hali Shukur akam aytmoqchi, pauzani ham o'ynash har bitta aktyorga ravo bo'lmaydi, nasib qilavermaydi derdi. Pauzani o'ynash uchun aktyorda juda katta qobiliyat kerak derdi. Turg'un akam o'sha pauzadan o'ynashdi. Pauzani to'ldirishni yaxshi ko'rardi. Bir gazetga bir chiroyli maqola chiqdi. Epizodik rollar qiroli deb. Shunda ozgina xafa bo'lishdi, kollektiv ham o'zlari ham nimaga men epizodik rollari. Lekin shu kichkina rollarni shunaqangi qoyilmaqom qilib o'ynardilar. Ularga shunaqangi xarakterlar topardilarki, shu Turg'unboy akadan chiqadigan qilovlar odamni lol qoldirardi-da. Endi qitmirlilari bor edi, shirin qitmirlilar-yu, lekin katta san'atkorlar o'rtasida ham mana shunaqa hazil narsalar bo'lib turardi. Bu odam ko'pchilikni shu sahnaga chiqadigan paytda bir xillarni sekingina bildirmasdan hali kiyimlarini bir-biriga ulab qo'yib, haligi kichkinagina qulib kalt olib kelib, tugmasini quflab cho'nchagiga solib shu ketayotganda odamlar ozgina nima deydi, talvasiga tushib qolib kim qildi deydigan gaplarni ko'p gapirishardi. Shunday bo'ldiki, bir kun boydan o'ch olamiz deyishdi, qizlarni o'zi nima qildik? Ma'mur opam, yana kim ham bor edi? Qaysi bir spektaklda ular boshdan oxiri ommaviy sahnada chiqardilar. Eng oxiri nimada? Ayniqsa Gang daryosi qizida. Gang daryosi qizida endi hammamiz qora grim qilamiz. Grimdan keyin shu bitta shularning odatlari bor edi. Sovuq suvga bo'lsa ham sovunlab, yuvinib, hammadan keyin chiqib ketadigan odatlari bor edi. Bir kun bir o'ch olish anaqasida ularni shimini, pochasini
kiyadigan joyini, ko'ynagini, yoqasini hammasini mayda tikuvda tikib chiqdikki, endi uni so'kish uchun juda ancha vaqt kerak bo'lardi. Yorilib ketgunlar, mendan o'chinglar, oldinglarmi deb bir hazil va shunaqa odatlari bor edi. Turg'un aka mana shunaqa qiliqlari bor edi. Nimaga bunaqa qildingiz deb birov aytmasdi. Endi kulishni oldida o'zini vaqtiga ancha, chiqishiga ancha bo'ladigan bo'lsa, birovni chalg'itib turardi. Bizda bir aktyorimiz bor edi. Tushundingizmi deganda xuddi shunday derdi. Xuddi shunday degan bir og'iz so'z bor. Shu kulishni oldida shunday deb turdi hali aktyorga. Hali aktyor endi shunday miyiga quyilganda endi quloqdan kirib. Tushundingizmi desa, shunday deganda xuddi shunday deydi. Xuddi shunday bu aktyor haqida ana shunday ajoyib xotiralarni eslash mumkin. Biz bilgan aktyor O'zbekiston xalq artisti Turg'unxon To'rayev bir paytlar Andijondan aktyor bo'lish orzusida poytaxtga kelib va xuddi shu yerda o'z baxtini ham uchratadi. To'ti shunaqa bir bor ekan, bir ayol bor ekan, ayolning bittagina qizi bor ekan, shunga siz borsangiz, sovchilikka borsangiz deb xo'p deganman, chunki o'zim tushunmayman unaqa narsa, lekin borganman, ishqiyo bo'lib to'y qildik, ikkalasi yaxshi turmush qilishdi, 5 ta farzandning ota-onasi bo'lishdi. Yoshligimizdan boshlab teatrda spektakllar bo'lsa, premyeralarga birinchi qiziqishim bo'ldi. Odamlar olib tushardilar. Lojja degan joy bor, o'zingiz bilasiz. O'sha yerda o'tirib tomosha qilardik. Keyinchalik bu premyeralarga borish har kunga o'tib ketdi-da, har kuni bo'ladigan spektaklga otam bilan ham hamroh, ham sherik sifatida borib, spektakllarni ko'rib, teatrdan chiqqandan keyin qanday o'ynaganlari, yaxshi o'ynadilarmi, yomon o'ynadilarmi, shuni muhokama qilib, teatrga yonma-yon turamiz, uyimiz juda yaqin. Yo'l-yo'lakay gaplashib kelardik. Bu xonadonga kelin bo'lib kirib kelganimda ovqat qilishni asosiy maslahatlarini berardi. Juda ham pazanda inson bo'lganlar oila davrasida, oilada xamirli taomlarni juda ham mazali tayyorlardilar. Shu tomonlama menga juda katta yordam berganlar. O'zim uyimda adam umuman taom tayyorlamas edilar. Bu xonadonga kelib erkak kishilarning taom o'zim xo'jayinimlar ham juda ham yaxshi taomlar tayyorlaydilar. Oshni ham antiqa pishirardilar qaynatamlar. Har xil pomidorlar solib, qovurib, garimdorilar solingan oshni bu mashxonadonga kelib ko'rganman. Garimdorilar bilan pishirilgan oshlarni. Teatrimizda kimnikida to'y bo'ladigan bo'lsa, albatta boyata shu dasturxon tuzashdagi nimalarni, bezaklarni hammasini, servirovkani shu boyata qilardilar. Lekin aytishardiki, "Ja, sizni nafsingiz o'lik, ichmaysiz, shu butun anaqa sizga topshiramiz" derdilar-da. Olib boradigan haligi nima deydi? Go'sht bormi, mana shu eng dasturxonga tortiladigan chiroyli noyob narsalarni hammasini xo'jayini boyata bo'lardilar. Ko'plarimizni to'yimizda shu Xon To'rayev vaqti bormikin, Turg'un aka bo'shmikinlar deydigan gaplarni eshitardi. O'zbekiston xalq artisti Turg'unxon To'rayev ijod zavqidan to'lib toshgan bir paytda, ya'ni 66 yoshida yana ijodiy safarga otlanadi va u yerdan ancha tushkunlikka tushib qaytadi. Qoraqalpog'istonda yurgan paytimizda shu bedavo kasalga giriftor bo'ldi, insult bo'ldi. Endi juda yengil formasi bo'lgan u, lekin o'sha yillar o'tib baribir ta'sir qildi. 1985-yil, 86-yil insult bo'lgan ekanlar. Kelin bo'lib tushmasimdan oldin. Ungacha lecheniyalar olib, davolanib yurganlar. Kelin bo'lib tushgandan so'ng 2 yildan keyin qaynonamlar qazo etdilar. Qaynonamdan keyin endi juft haloldan ajralish ancha og'ir bo'ladi shekilli insonga qaragan chog'ida bu zarbadan keyin qaynonamlar qazo etganlaridan keyin og'ir oldilar bu narsani o'zlariga-da. Keyin mazalari bo'lmay, ancha mazalari bo'lmay qoldi keyin. Shu kunga
ko'nikib borish kerak ekan, lekin men uchun ota-onam voqli o'tib ketishdi. Onamiz yurak xurujidan qazo qilganlar. Otamlar 5 yildan ziyod yotib qoldilar. Insult degan kasal, u yomon kasallik ekan, sekin-sekin insonni shu to'shakkacha olib borar ekan. 2006-yili 11-mart kuni gipertoniya deydimi, shu insultdan qazo qildilar. Turg'un Xonto'rayev 2006-yilning 11-martida 71 yoshida oramizdan ketgan edi. Lekin uning o'z xalqiga ulashgan tabassumlari faqat O'zbekiston xalq artisti Turg'un Xonto'rayevga xos bo'lgan iliq taassurotlarni har gal yangitdan yodimizga soladi. Ayb ana Said Malikda meni yo'ldan ozdirgan o'sha gunohga botdim, gunohga. Kechirasiz Absalom aka, biz sizni qamoqqa olishimiz kerak. Nimaga? Siz el mulki bo'lgan oltinni yashirdingiz. Yashirib qo'ymang, uni davlat jinoyatchisi bo'lgan Said Malikka pulladingiz. Qo'ying. Halol qo'shningizni jinniga chiqardingiz. Mana endi jazzayni ko'rasan. Birovning holiga sen kulmazin xor, sening ham holingga kuluvchilar bor. Ana endi ko'rasan. Kechirasiz. Vaqtida xabar bermaganingiz uchun sizni ham qamoqqa olishimiz kerak. Mana, oldimga tushing. Birovning holiga sen kulmasin xor, seni ham holingga kuluvchilar bor. Men sizga nima qildim, milisajon? Men bilganingizni qiling. Men qanisini bilganingizni qiling. Ammo lekin mana bu odam bilan bir joyga qo'ymadi. Boshqa xonaga qo'yamiz. Qani, bo'linglar, tez. Boshqa kameraga qo'ysak didor ko'rishamiz. Tez. Vidolashib qolaylik do'stim.